Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa qarshilarda bir emas, ikkita labo tayyor holatda. Akalarimiz bizani YouTube, Instagram tarmoqlarida kuzatib borar ekanlar va ishimizga havas qilib, xudo xolasa tashrif buyurdilar. Akamiz ishlarini tayyor qilib bitirib berganmiz. Xudo xolasa bir chekkasidan tushuntirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, buni karkasini o'zligi yasashgan. Endi ozgina xato kamchiligi bo'lgan ekan, biz o'zimiz to'g'rilab tentlarini qilib berganmiz. Tentlar akalar nima deyapti? Misol baraban bo'lib ketgan. Bittasi oddiy klapan bo'ladi, ya'ni bu oddiy tentni o'zi tushib turadi. Ikkinchisi mana ko'rib turganingizdek, orqasida amortizator bor, ya'ni passajir damasga o'xshab eshigi tepaga ochiladigan variant qilib berilgan. Tentlarimiz koreyskiy tent bo'ladi. Hech qayerda g'ijimi yo'q. Tekis holatda qilib berilgan. Choklariga e'tibor beringlar. Choklari bir tekisda qilib berilgan. Bilasizlar akalar, tent bo'yicha baribir azaldan yangi yo'l nomer 1 bo'lib kelgan. Xudo xolasa Allohning fazli bilan bundan keyin ham nomer 1 bo'lib keladi. Bu tomondan ko'rinishlari. Buni tashqaridan DVP qilib berganmiz. Mana oldi tomoni katta forchkali qilib berilgan. Mashinadan uzun bo'lgan yuklarni tashishga juda ham qulay bo'ladi, xudo xolasa. Bunisiga e'tibor qilib qo'yasizlar. Bunisi kichkinagina forchka qilib berilgan. Oldida mana kichkinagina forchka. Kerak bo'lgan paytda e'tibor qilinglar. Ikkita quloqchasi bor. O'shanga boylab qo'ysanglar bo'ladi. Buni balandligi pol qismidan tom qismigacha 1.60-65 bo'lgan. Bunisi 50 bo'ladi. Xudo xolasa hozir men sizlarga ichini ochib ko'rsataman ikkalasini ham. Sekin mana amortizatorlari ko'tariladi. Zo'ra o'zi ham zo'rtik vazifasini bajaradi, ham eshik bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, polga qilib berganmiz. Har xil razmer uchun hammasi bo'lgagida kerak bo'lgan paytda qo'yib qo'yasizlar, qolgan payt yechib qo'ysanglar bo'ladi. Germetikalarga e'tibor qilasizlar. Germetikalar bir xil tekisda bitta liniya qilib berilgan. Oldida mana forchkamizning ikkita lentasi bor. Obshipkasi keladigan bo'lsa, obshipkasi oldi ikki yoni 6 mm lik pressovniy birinchi sort rossiyskiy faner bo'ladi. Patologi va orqa eshiklari ko'rib turganingizdek 4 mm lik bo'ladi. Ichki tomoniga osveshение ham qo'yib qo'yganmiz. E'tibor qilinglar, mana o'zi yonadi. O'zini maxsus kulchatorlari ham bor. Endi hozir bunisiga navbat. Akalarim mana ikkinchisini ichki tomoni bular o'zlari yasab kelgan ekan karkaslarini. Endi ozgina xato kamchiligi bor ekan, to'g'rilab berdik. Oldi tomonida ozgina kamchiligi bor edi. Ko'rib turganingizdek, oltiga to'g'ri profillar qo'yib yuborilgan. Bu yoq tomonda mana o'zligi to'rli profil qo'yilgan ekan. Biz mana orqa tomoniga petlalar uchun va razmer uchun oltiga to'g'ri profil qo'yib yuborganmiz. Tashqaridan DVP qilib berilgan. Akamizning xohishlariga binoan xudo xolasa tashqaridan o'zini maxsus issiq ushlab beradigan namatlari bor, salofan tent bo'lgan. Akalar, ukalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodarlarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan da sifatli va bundan da chiroyli xizmat qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.